Daraxt ekish va uni parvarishlash eng ezgu amallardan biri. Qolaversa, bugungi kunda ko'chat tayyorlash orqali yaxshigina daromad topsa ham bo'ladi. Toshkent viloyati O'rta-Chirchiq tumanida istiqomat qiluvchi O'rozovlar oilasi ham bir necha yillardan buyon ushbu faoliyat bilan shug'ullanib kelishadi. Ahamiyatlisi, oila kam uchraydigan va bozorda xaridorgir bo'lgan pista va bodam ko'chatlarini yetishtirmoqda. Hamkasbim Ruxsora G'afurova xonadon mehmoni bo'lib jarayonlarni kuzatdi. Toshkent viloyati O'rta-Chirchiq tumani Guliston mahallasida istiqomat qiluvchi Omongilda O'rozovlar oilasi ko'pchilik qilmaydigan ish bilan shug'ullanadi. Ular pista bodom ko'chatlarini yetishtiradi. Bozorda har doim qimmat bo'lgan pista bodom ko'chatlarini o'stirish anchayin murakkab ish, ammo yosh oila buni sir asrorini yaxshi o'rgangan. 1 kilo urug'dan o'rtacha 900 ming dona bo'ladi va ungan urug'dan 50-60% ko'karib chiqadi va o'sha nishlagan ko'kargan urug'lar iloji boricha faqat o'sha konteynerlarga qo'ndirishda foizi aniq chiqadiganlarini ekamiz. Maxsus polietilen idishlarga to'ldirilgan tuproqqa suv sepilib, unga urug'lar qadalar ekan, ularning 60% unib chiqar ekan. Shaxsan ham har kuni 100 ga yaqin yashikka urug' ekar ekan. Yashikka joylab bo'lganimizdan keyin uni yaxshilab sug'oramiz. Suv biroz ichgandan keyin urug'larni ekishga tayyorlaymiz. Mayda ish, juda mayda ish. Hamma ishi qiyinchiligi bor. Bo'ldi, keyin sug'orib chiqqandan keyin o'taymiz. Faqat shu ish bilan qishin yozin. Ayoli O'rozova Shohson ham shu o'zi ishsiz bo'lib, ishsiz ayollar daftarida turardi. O'zini o'zi band qilib, mana tadbirkorlik bilan er-xotin ikkalasi tadbirkor bilan shug'ullanishadi, yakka tadbirkorlar. Yana bundan tashqari Guliston mahallamizda 32 ta ishsiz bo'lgan. Bundan 3 yil oldin hozirgi kunga kelib ishsizlar qolmagan deyarli. Bu xonadonda mana qo'ni-qo'shnilar hamma ishsizlar chiqib, shu yerda har kuni mana ish bilan ta'minlangan, ko'chat yetishtirishadi. Pista bodom 8-10 yilda hosil beradi. Uni ustiga u hamma joyda ham o'savermaydi. Shu bois bu oila ko'chatlarni respublikamizning tog'li tumanlariga sotishadi. Ko'proq bizdan Qashqadaryo, Surxondaryo, Jizzax, G'allaorolga ko'proq ekishadi o'sha tomonlarga va vodiyga, Farg'onaga ko'proq olib ketishgan o'tgan yilgi ko'chatlarni va Toshkent viloyatidan Angren bilan Krasnogorsk Qiziltog' jarayonga ekkanlar olib ketishgan. Ko'klam yerga mehr beradigan fasl. Ona zaminga qadalgan har bir ko'chat ko'p o'tmay ko'ngillarni yoritadi. Dasturxonlarimizni to'kin sochin qiladi. Mana bu 1 gektarlik maydonga ham ko'cha va hovlilarimizni ko'rkam qilish uchun ko'chatlar o'stirilmoqda. Joyning egasi Sanjar Haydarov 8 yildan beri dekorativ va manzarali daraxtlar yetishtirish bilan shug'ullanib keladi. 1 gektar maydonda issiqxona va dala maydoni mavjud. Mana shu biz ko'rib turgan issiqxonaning ichida 100 mingga yaqin qalamcha ko'chatlari mavjud. Bu qalamcha ko'chatlari xorijiy navni mahalliy navga chatishtirgan holatda yetishtiradi. 100 mingdan 6 million so'mgacha bo'lgan daraxt ko'chatlarini va manzarali dekorativ gullarni bu yerda yetishtiradi. Shuningdek, issiqxonaning tashqarisida o'tgan yil ekilgan 15 mingta dekorativ manzarali daraxt ko'chatlari ham mavjud. Manzarali daraxt ko'chatlarini parvarishlash ularning urug'ini maxsus idishlarga ekib chiqishdan boshlanadi. Siz tasvirda ko'rib turgan mana shu maydonda bir necha 10 mingta daraxt ko'chatlari o'stirilmoqda. Bu yerda o'stirilayotgan har bir manzarali daraxt ko'chatlari 100 mingdan 6 million so'mgacha sotilar ekan. Ruxsora G'afurova, Davron Mirahmedov, Hudud informatsion dasturi uchun.